Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringizdek ko'chma hammomlar va suvrilarimiz tayyor bo'ldi. Laklalarni mana bu Tojikistonlikka tayyorlanuvdi. Bitta akamizga juda zarur ekan, to'g'risini aytaman. Bervardik endi Tojikistonlikka beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak 3.600.000 so'mdan bo'lishi. Taxtalari o'sha qalin 2,5 stinka, pashti 3 ga ham boradi, 2 yillikdan polligimiz. Yoqqan bo'lsa laykni bosib qo'yasizlar. Mana bitta joy bo'lyapmiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammom seriallar ketyapti. Bu Surxondaryolik akamizniki bo'lgan. Mana tayyor bo'ldi. Xudo xolasa mashina kelsa ortib jo'natib yuboramiz. Mana bunday holatlarda mana. Buni razmeri keladigan bo'lsak 3 ga 1.70 lik bo'ladi. Aristonlarimiz bor, ana vitsalar bor. Rakovinalarimizni dorlardan kelgan. Bunga mana shunday ko'chma hammomlar kerak bo'lsa, zakaz bersanlaring yasab manzillariga yetkazib beramiz akalar. Assalomu alaykum. Mana akalar, ko'chma hammomlarimiz tayyor bo'lib qolyapti. Bunisi ham xudosi tayyor bo'ladi. Razmeri keladigan bo'lsak, bu 3 ga 2 lik bo'ladi. Mana rakovina, ariston, mana bunisi dushovoylik bo'ladi. Mana bu eshigi, bunisi esa hojatxona. Kirmoshning joyi bor, kirmoshda qo'yiladi. Mana bu yerda bemalol yurilaveradi avtomatlarni. Mana bu shilkalarimiz hammasi tayyor bo'lyapti. Zakazga qarab tayini yo'q, pol qilib beramiz, yo'q bo'lsa stashka ham qilib beraveramiz. O'zimiz shu o'zimiz atrofdagilarga ekan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammom seriallar ketyapti. Bu Surxondaryolik akamizniki bo'lgan. Mana tayyor bo'ldi. Xudo xolasa mashina kelsa ortib jo'natib yuboramiz. Mana bunday holatlarda mana. Buni razmeri keladigan bo'lsak 3 ga 1.70 lik bo'ladi. Aristonlarimiz bor, ana vitsalar bor. Rakovinalarimizni dorlardan kelgan. Bunga mana shunday ko'chma hammomlar kerak bo'lsa, zakaz bersanlaring yasab manzillariga yetkazib beramiz akalar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammomimiz tayyor bo'ldi. Mana 50 talik ariston qo'ydik. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu mushoy onasi bo'ladi mana. Yoqqan bo'lsa laykni bosib qo'yasizlar. Hozir ko'rinishlar keladi. Razmeri keladigan bo'lsa, uni razmeri 3 ga 1.70 bo'ladi, balandligi 2.20 lik. Bunga ko'chma hammomlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.